1.8 ga chiqadi. Bilmayman, men Tojikistonlik. Chiqoladi O'zbekiston. O'zbekiston bu. Men bilmadim, men futbol ko'rmayman. Tezroq guruhga tushib qolsa, guruhdan chiqolmasligi mumkin. O'zbekiston jahon chempionatida qanaqa natija ko'rsatadi polis? Bir ikkita o'yinlar yutsa kerak. Ana katta natija kuta olmaymiz lekin. Chorak finalga chiqadi. Yo'q. O'tdash chorak finalga Yo'q. O'zi shu 34 yilmi, 36 yil bo'ldi, 34 yil bo'ldi chiqqanimizga. Shuni o'zi ham katta natija. Qanaqa natija ko'rsatadi? Yaxshi. Lekin finalga chiqadi polis. o'ylayman, hozirgi o'yinlarni ko'rib turib Cristiano finalga chiqadi. chiqoladi. Sizlar chiqsizlar nima deb o'ylaysizlar? Chiqadi. Demak finalga chiqadi. Shunaqa tushunmayman, qiziqmayman ham, ko'rmayman ham. Umuman ko'rmaysiz. Qiziqmayman. Jahon chempionatiga hozir O'zbekiston chiqdi. Keyingi anaqa o'yinda ham yutadi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Finalga chiqa oladimi O'zbekiston? Chiqoladi O'zbekiston. O'zbekiston bu. Chiqoladi. Endi hali qur'a tashlangani yo'q-ku. Jamoalar bilan guruhdagi jamoalarga bog'liqda. Agar osonroq O'zbekistonni o'yini bilan mos bo'ladigan jamoalar bo'lsa, guruhdan chiqadi. Agar masalan qiyinroq guruhga tushib qolsa, guruhdan chiqa olmasligi mumkin. Finalga chiqa oladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, finalgacha bora olmasa kerak. Chunki birinchi yil-ku, shuning uchun keyingi yillar tajriba ortib boraveradi-da, nasib bo'lsa. Shuni o'zi ham katta gap. Futbol ko'rmayman. Realni. Realni. Siz ko'rasizmi? Nimaga futbol ko'rmaysizlar? Hamma o'g'il bola qiziqadi. Bilmadim. O'zbekiston birinchi marta jahon chempionatiga chiqdi mana 34 yil mobaynida. Nahotki qiziqish uchun ham ko'rmaysizlar? Yo'q. Qayga qo'sh kerak unda sizlarga? Zo'r xudo xolisi. Nasib ko'rsatadi. Finalga chiqa oladi polismi? Ya, jamchalik emas, balki bo'lib qoladi. Qaysi darajagacha chiqa oladi polis? Chorak finalga chiqsa ham уже katta gap, katta yutuq. Men bilmadim, men futbol ko'rmayman. Yo'q, vashti ko'rmayman men. 1.8 ga chiqadi. Finalga chiqa oladi deb o'ylab ko'rmadingizmi? Uzoq yarim finalgacha borsa kerak men. Ya'ni o'zi hozir chiqqanda ham menimcha yaxshi natija. O'zbekiston terma jamoasiga ham yaxshi pul berilayotgan, ko'rdik qancha berilishini. Menimcha yaxshi yutuq. Menimcha 1.8 uzoq bir yarim finalgacha chiqsa kerak deb o'ylayman. Bilmayman, men Tojikistonlik. Futbol ko'rmaysizmi? Yo'q, sababi. Yaxshi. Yaxshi. Hop, chorak finalga chiqa oladi polismi? Xudo xolisi chiqadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Xudo xolis chiqadi. Menga ham shu. Finalga Finalga ham chiqadi. Finalga ham chiqadi. Chiqadi, xudo xolis. Mayli unda javob bering. Yutsa kerak. Yutsa kerak. Hop, finalga chiqa oladi polis. Nasib chiqib qoladi. Jahon chempionatidami? Yaxshi. Xudo xolasa. Yarim finalga chiqa oladi polismi? Agar shu nimada ketsa, chiqa oladi menimcha. Xudo xolasa.